Assalamu alaykum, hörmətli televizor körgüçülər. Dünya Uyghur Qurultayı Tor televiziyasının həftəlik xəbərlər proqramısına xoş gəldinglər. Mən İftixar Abdurşid. Əziz görünmənlər, tövəndə diqqətinizlər ötən həftədən beri Uyğurlar münasibətlik bolğan bəzi mühim hadisələr haqqında qısqaça toxtalıb ötümüz. Qani diqqətinizlər həftəlik xəbərlər proqramımızın təfsilatı bolsun. Dünya Uyghur Qurultayının rəisi Dolqun İsa əfəndimning Hindistan nəşriyyat tərəfindən nəşr qılınan Xitayning Erkinlik To'zg'i nomli əsəri 3 avgust gündən etibarən Amazon tərəfindən rəsmi setishga chiqarildi. İngliz tilida nəşr qilingan mazkur kitobda Dolqun İsa əfəndim o'zining chet elda beshidan o'tkazgan kechirmishlarga birlashtirgan holda kommunist Xitoy hokimiyatining uzun yillardan buyon o'zining va boshqa Uyg'ur siyosiy faoliyatchilarining chet ellarda ilib berayotgan erkinlik kurashlarini to'sib qilish uchun qo'llanib kelgan turli hujum, besim, töhmət və təhdidləri haqqında təfsili məlumat veriş bilan birgə Xitayning xalqaralıq orqanlarındakı təsirindən faydalanıb chet ellərdəki Uyğur fəaliyyətlərinə izchil ziyankeşlik qılıb kelganligini ta'kidlab o'tdi və buningga misol sifatida Xitayning 1997 yili quruq bo'xtonlar bilan xalqaro saqchi tashkiloti Interpol orqali o'zining ustidan qizil ranglik tutish buyrug'i chiqarg'izganligini, shundan keyin o'zining erkin sayohat jihati ig'ir cheklimga uchrab, ba'zi davlatlarda behuda tutqun qilinib so'roq uchirganligini, hatto Janubiy Koreya qatorliq ba'zi davlatlarni ziyorat qilganda jiddiy holda Xitoy qaytarilish xavfiga duch kelib, Germaniya va Amerika qatorliq davlatlarning diplomatik tirishchanliklari bilan bu xavfdan qutuldirilganligini. Gerçi xalqaro saqchi tashkiloti Interpol 2018 yili o'zining ustidan chiqargan yuqori qizil ranglik tutish buyrug'ini amaldan qoldirgan bo'lsa-mu, ammo Xitoy hokimiyatining o'ziga qartib kelgan turli hujum, töhmət va to'salg'ularni to'xtatmaganligini, o'zining BDT yig'inlariga va boshqa xalqaroliq munbarlarga qatnashishini izchil turda to'sishga urinib kelganligini amaliy misollar bilan tafsili bayon qilib o'tdi. Dolqun İsa əfəndim kitobida yana Dünya Uyghur Qurultayining qurilish maqsadi, kelgusi g'oyasi va qurultayning xalqaro siyosiy sahnalarda ilib berayotgan faoliyat və Xitayning qurultayga qartib kelgan turli hujumlari haqida təfsili to'xtalib o'tdi. Xitayning Erkinlik To'zg'i nomli kitobning avtori Dolqun İsa əfəndimning istansimizga bildirishicha, Hindistondagi ma'lum bir nashriyat organining talabi bilan mazkur kitobni yezib chiqish uchun 2 yildan ko'proq vaqt sarf qilgan. İngliz tilida nashr qilingan 292 betlik mazkur kitob oldimizgi kunlarda boshqa tillarga tarjima qilindi. Zimiston jurnalining 9 avgustdagi bosh maqolasida ko'rsatilishicha, Dünya Uyghur Qurultayı, Kommunizm Qurbonlari Xotira fondi, Uyg'ur harakati tashkiloti, Uyg'ur kishilik huquq qurilish qatorliqlar Amerika Moliya ministri Janet Yellen va Amerika tashqi ishlar ministri Antony Blinkenga birlashib maktub yozib, yer shari Magnitskiy qonunini Sharq Turkistondagi qirg'inchilik ishtirok qilgan barliq amaldorlarga tatbiqlashni talab qilgan. Yuqorqi birlashma imzoliq talab xatida yana Sharq Turkistondagi qirg'inchilik javobgar amaldorlar qatoriga Xitoyning sobiq jamoat xavfsizlik ministrligi Zhou Keji, Wang Yang va Xitoy markaziy Siyasi Qonun Komitetining sekretarlari Go Shun-kun va Hu Lianghe qatorliq kishilarni qo'shishning lozimligi ta'kidlangan. Shuningdek, bunday qilishning Uyg'urlar haqidagi qonun loyihasiga uyg'un ekanligini eskartgan. Dünya Uyghur Qurultayı ijroiya komitetining raisi va Uyg'ur kishilik huquq qurilishining direktori Ömer Qanat bu vaqt qilgan so'zida, nima uchun Xitoy kompartiyasining amaldorlari hali ham baxudi Kaliforniyada, Vankouverda va Fransiyada uy setib olaydi. Demak, bizning hozir yer shari Magnitskiy qonunini ijro qilib, o'sha amaldorlarning chet ellardagi boyligini to'ngiltib qo'yishimizning vaqti keldi deb ko'rsatgan. Kuzatuvchilarning mo'lchariga qaraganda BDT kishilik huquq oliy komissarligi ishxonasining Sharq Turkistonning kishilik huquq vaziyati haqidagi umumiy doklatining mushu bir qancha kun ichida e'lon qilinish ehtimolligi nihoyat yuqori ekan. Dünya Uyghur Qurultayı markaziy ishxonasining istansimizga bildirishicha, doklad e'lon qilingan hamon Dünya Uyghur Qurultayı, Xalqaro Sharq Turkiston tashkilotlar birligi, Uyg'ur akademiyasi, Sharq Turkiston o'limalar birligi qatorliq chet ellardagi 60 dan ortiq Uyg'ur tashkiloti birlashma imzoliq bayonot e'lon qilib, o'zlarining mazkur dokladga bo'lgan pozitsiyasini bildirish uchun jiddiy tayyorlik ilib bormoqda. Siyosiy analizchilarning qarashicha, BDTning mazkur doklati aslo Xitoyga foydali bir doklad emas. Chunki BDT kishilik huquq oliy komissarligining vazifasi Xitoyni oqlash emas, balki kishilik huquq jihati Sharq Turkistonda saqlanayotgan masalalarni aniqlab chiqishdan iborat. Ularning qarashicha, Xitoyning mazkur dokladdan to'liq xabari bor. Chunki BDTning qoidasi bo'yicha doklad oldi bilan aloqador davlat bo'lgan Xitoy tarafining qarab chiqishiga sunildi. Xitoy taraf dokladning o'ziga to'liq foydasiz ekanligini ko'rib yetib, avval dokladning e'lon qilinishini to'sishga, orqadan dokladning e'lon qilinishini kechiktirishga urindi va bu jihatda belgilik darajada maqsadiga yetdi. Xitoyning mazkur dokladning qaysi kuni e'lon qilinganligidan oldin xabari bor. Navbatda Xitoy hukumatining atalmış ommaviy tashkilotlar va atalmış har millat xalqini safarbarlikka keltirib BDT kishilik huquq oliy komissari Michel Bacheletga maktub yo'llash, bir qism islom ellarining diplomatlarini Sharq Turkistonda ziyorat qildirish harakatini qo'zg'ashidagi asosiy maqsad
maqsadi bo'lsa, BDT kishilik huquq oliy komissarlik ishxonasining Sharq Turkistonning kishilik huquq vaziyati haqidagi umumiy dokladni inkor qilish va dokladda o'rin olgan faktlarni yolg'onga chiqarishdan iborat. Ma'lum bo'lgandek, oldingi oyning oxirlari Xitoyning atalmış 923 ommaviy tashkilot birlashma ochiq xat e'lon qilib, Michel Bacheletni Uyg'urlar haqidagi dokladni e'lon qilmaslikka chaqirgan hamda Uyg'urlar to'g'risidagi bu dokladni saxta va Xitoyga qarshi kuchlarning yolg'on guvohliklari bilan to'lgan deb ayblagan edi. Xitoyning texi e'lon qilinmagan dokladga qarshi hujum boshlashimi mazkur dokladning Xitoy uchun intayin foydasiz bir doklad ekanligini ko'rsatib turmoqda. Nima bo'lishidan qat'iy nazar, xalqaro kishilik huquq tashkilotlari va Uyg'ur tashkilotlari mazkur dokladning e'lon qilinishini taqozolik bilan kutmoqda. Dünya Uyghur Qurultayı'nın Ali Məsləhətçisi və Uyghur Akademiyasının baş rəisi Dr. Rişad Abbas bilən Uyghur Hərəkət Təşkilatının rəisi Roşan Abbas xanım 11 avqust günü Amerika Tashqi ishlar ministerligini ziyorat qilib, ministerlikning yuqori darajalik amaldorlari bilan Uyg'urlar masalasi haqida, bo'libmi har qaysi ellardagi Uyg'ur muhojirlar duch kelayotgan jiddiy masalalar va uni hal qilishning choralari haqida suhbat ilib bordi. Bu Uyg'ur olimi Dr. Rişad Abbas bilan Roşan Abbas xonimning bu oy kirgandan buyon Amerika Tashqi ishlar ministerligini ikkinchi qatim ziyorat qilishi bo'lib, ular 4 avgust kuni Amerika Tashqi ishlar ministerligini ziyorat qilib, Uyg'ur irqiy qirg'inchiligini qandoq to'sib qilish masalasi haqida Amerika Tashqi ishlar ministerligining munosabatli amaldorlari bilan suhbat ilib borgan edi. Uningdan boshqa yana ularning Amerika Davlat Majlisidagi lobby faoliyatlarimi jiddiy davom qilmoqda. Dr. Rişad Abbas boshchiligidagi Uyg'ur heyeti 26 iyul kuni Amerika Avam Palata a'zosi Tom Suzy bilan ko'rishib, uning bilan Uyg'ur Amerika grajdanlari va siyosiy panoh tilguvchilarni Xitoy hokimiyatining davlatlar hal qilgan ziyonkashliklardan qandoq qo'g'dash qatorliq muhim mazmunlar ustida muzokara ilib borgan. Shundaqli 28 iyul kuni Roşan Abbas xonim bilan Uyg'ur tadqiqot markazining direktori Abdulhakim Idris apandim yana Amerika Avam palatasining raisi, Amerika siyosiy sahnasidagi 3-nomorli kuchli shaxs Nancy Pelosi xonim hamda Amerika Davlat Majlisining a'zosi Jim McGovern bilan uchrashib Uyg'urlar masalasi to'g'risida suhbatlar o'tkazib kuchli ta'sir qo'zg'agan. Amerika Davlat Majlisi Xitoy ishlari ijroiya komiteti 11 avgust kuni Twitterga uchur yo'llab, tutqundagi Raila Davudning taqdiriga izchil ko'ngil bo'lib kelayotganligini ifodalagan hamda Xitoy hukumatidan uni qo'yib berishni talab qilgan. Twitterda mundaq deyilgan: Raila Davud Xinjiang universitetining hurmatga sazovar folklorshunosi. Ammo u 2017-yili izdereksiz g'oyib qilib etildi. Xitoy hukumati uni qandoq sotlaganligi va nega qamaganligi haqida hech qanday uchur bermadi. Biz uning qo'yib berilishini talab qilamiz hamda xalqaro jamiyatni uning masalasini Xitoy amaldorlarining oldiga qo'yishga chaqiramiz. Ma'lum bo'lishicha, professor Raila Davud 2017-yili 12-oyda urug' tuqqanlarga o'zining Urumchidan Beijingga boradigan aeroplanga chiqishga tayyorlik qilayotganligini aytgan ekan. Shuningdan keyin u izdereksiz g'oyib bo'lgan. Raila Davud garchi Xitoy hukumati tomonidan atalmış tarbiyalash lagerda yoki tutib turish o'rnida va yoki turmada tutib turilyotdi deb faraz qilinayotgan bo'lsa-mu, ammo hozirgacha uningdan hech qanday xabar bo'lmagan. Amerikadagi ichitilgan Jamiyat universiteti Tori 2020-yili Dr. Raila Davudga odamiyat fanlari bo'yicha faxriy professorlik unvoni bergan. Bu mazkur o'rinning odamiyat fanlari bo'yicha tutqundagi olimlarga bergan tunji faxriy professorlik unvoni hisoblanadi. Raila Davud shu yili yana xatar ostidagi olimlarni qutqizish tashkiloti tomonidan 2020-yillik tafakkur jasorati mukofotiga erishgan edi. Diplomat jurnalining xabarida ko'rsatilishicha, Xitoy hokimiyati Sharq Turkistonda jazo lagerlari ta'sis qilgan 2017-yildan buyon Sharq Turkistondagi 386 nafar Uyg'ur olim va tadqiqotchi tutqun qilinib, lagerga solangan yoki turmaga tashlangan. Xitoy matbuotlarida ko'rsatilishicha, Xitoy hukumati Aljeriya, Saudiya Arabiston, Iroq, Pokiston qatorliq 30 davlatning Xitoyda turishlik diplomatlarini 1 avgustdan 5 avgustgacha Sharq Turkistonning Urumchi shahri, Qashqar va Oqsuv viloyatlarini ziyorat qildirgan. Atalmış Abnum rayonlik partkomning sekretari Mashingruy 4 avgust Urumchida yuqorqi 30 islom ellarining elchilari bilan ko'rishib qilgan so'zida, hukumatimiz diniy e'tiqod erkinligiga kafolat qilib, kishilik huquqni ko'p taraflamalab yuqori ko'tarishga tirishidi. Hozir Şinjan'da jamiyat muqim, xalq gullab yashlashdek nihoyat yaxshi vaziyat mavjud deb bildirilgan. Islom ellarining diplomatlari bu qatimqi ziyorat jarayonida yana Qashqar, Oqsuv va Urumchidagi bir qism jamoalarni va Şinjan Islom institutini ziyorat qilgan. Xitoy matbuotlarida ko'rsatilishicha, Sharq Turkistonni ziyorat qilgan yuqorqi islom ellarining diplomatlari Xitoy markaziy hukumatining atalmış Şinjan siyosatiga yuqori baho berib medialar o'qiganmish. Yuqorqi 30 davlatning diplomatlarining ichida Turkiy davlatlaridan faqatla Turkmanistonning elchilari bor bo'lib,
Falastinlik diplomatlarning bu ömekdən o'rin ilishi kuzatuvchilarning diqqatini qo'zg'adi. Xalqarалық kishilik huquq tashkilotlari bir qism islom ellerini va xalqaro islom hamkorlik tashkilotini Uyg'ur irqi qirg'inchiligini ko'rmasga silib sukut qilib turilish, hatto Xitoyning Sharq Turkiston musulmonlariga yurgizayotgan jinoiy qilmishlarga chapon yepish bilan ayblab kelmoqda. Bu munosabat bilan istansimizning maxsus ziyoratini qabul qilgan Dunyo Uyg'ur qurultiyi ijroiya komitetining va Sharq Turkiston o'limalar birligining muavin raisi diniy o'lima Turg'unjon Alovuddin apandim o'zining bu vaqtdagi qarashlarini ifoda qilib mundoq dedi. Birkaç gündür bu yan Xitay hakimiyeti bazı İslam devletlerinin elçilerini, bazı devlet rehberlerini çağırıp bizning vatanga apırıp mescitlerini, yani takap koygan mescitlerini ziyaret kıldırıp ve bazı dini rehberler dep atıp algan özünün yalakçı birkaç kişilerini köstüp şular bilan görüş arkalık mescitte anca munca şekilvazlık kılıp namaz okutuş arkalık bu İslam devletlerinin elçileriga xuddi bizning vatanimizda dini erkinlik yol qo'yilgandek, dini e'tiqod erkinligi bordek ko'rsatib, yana Xitoy o'zining burunqi o'xshashlam o'zining hiyla-mikr, hiyla-nayranglik siyosatlarini o'ynashga boshladi. Ama dünya halkı, dünya Müslümanları Xitayning bu Uyghur Müslümanlarga elip beriyotgan bu irqiy qirg'inchilikni bilib oldi. Hozir bir qancha diktator ve qalaq İslam devletlerinin elçileri berip ko'rgan bo'lsa-mu, ama haqiqiy İslam devletleri, yani çoğun İslam devletleri, yani terakki kılgan İslam devletlerinin hiç kandak elçileri ve rehberleri bağmagan. Ya bu demek ki Xitay hakimiyetinin bu elip beriyotgan irqiy qirg'inchilik siyasetini bundan keyin yuşuranmaydiganligini isbotlab berdi. Bütün dünya bilip ketdi ve Müslüman qarindoshlarimiz-mu Xitoyning bu irqiy qirg'inchilik siyasetini asla tushunib yetyapti. Yakında Türkiye'de Ölümalar Birliği'nin yetekçiliği bilen İslam devletleri vekiller yığını açıldı. Bu yığında mı İslam devletlerinin kelgen vekiller Xitayning bu vatanimizda elip beriyotgan irqiy qirg'inchilik siyosatiga qattiq narazılık bildirdi ve to'xtatishning chora tadbirlarini izlashga va'da berdi. Demek ki İslam dünyası mı asta uyg'onyapti. Xitoy hakimiyetining bu saxtipaz siyasetini dünya hech qachon bu Xitoyning bu saxtipazlikga ishinib qolmaydi ve Xitoy hakimiyetining bu irqiy qirg'inchilikni to'xtatish uchun dünya halkı, dünya cemaatçiligi uyg'ondi. Hozir nayt qattiq Xitoyga bo'lgan besim kuchayyapti. Shuning uchun bu Xitoy nima qilishni bilolmay, şu bazı bir diktatör, kambag'al İslam devletlerinin bir kısım elçilerini apırıp, ularga xuddi irqiy qirg'inchilik yo'qdek, diniy erkinlik bordek ko'rsatib, dünyani aldamoqchi, ama Xitoyning bu aldamchilik siyosati amalga oshmaydi. Aziz ko'ruvchilar, yuqorida diqqatingizga haftalik xabarlar programmamizning tafsilotini sundik. Keyin qitimliq sonimizgacha ko'rishgacha omon bo'lgaysizlar. Xayr xo'sh.